Do'stlar, barchaga salom. Siz SMM Start kursini tomosha qilmoqdasiz va bu mutlaqo bepul. Agar videoga yangi kelgan bo'lsangiz, birinchi darslardan tomosha qilishni unutmang. Sababi siz SMM sohasini noldan o'rganishingiz mumkin va bu soha nima haqida ekanligi haqida batafsil tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz content. Content bu nima? Bu istalgan formatdagi auditoriyangizga taqdim etayotgan ma'lumotlar to'plami bo'lishi mumkin. Bu rasm bo'lishi mumkin yoki video formatida bo'lishi mumkin. Umuman olganda bu musiqa ham bo'lishi mumkin. Do'stim, kelajakda nima kutasan? Va qo'shimchasiga uzun matnlar ham bo'lishi mumkin. Auditoriyangizga taqdim etayotgan barcha narsa bu content hisoblanadi. Uning turlari haqida gaplashsak, content qanday bo'ladi? Birinchi navbatda sizning contentingiz foydali bo'lishi kerak. Misol uchun, hozir biz qilayotgan YouTube videosi bu sizlar uchun foydali content hisoblanadi. Demak, siz o'zingizning auditoriyangizga, ya'ni maqsadli mijozlaringizga to'g'ri ma'noda yaxshi content, foydali narsa bera olishingiz kerak hisoblanadi. Ikkinchi navbatda bu qiziqarli bo'lishi kerak. Qiziqarli deganda nimadan nazarda tutmoqdamiz? Ko'rayotgan bo'lsangiz, videolar har xil formatda olinmoqda. Bu nafaqat qiziqarli, balki foydalidir. Boshqacha qiziqarli formatlar bo'lishi mumkin. Har xil O'zbekistondagi yoki bo'lmasa mahalliy voqealarga qandaydir munosabatlar bildirish Kichik imkoniyati bo'lganda men hech qaysi davlatga bormasdim. yoki bo'lmasa qandaydir mavzularni qiziqarli tarzda ko'tarib chiqish, bu ham qiziqarli content turiga hisoblanadi. Va uchinchi navbatda content albatta kreativ bo'lishi kerak. Sizda boshqalardan ajralib turadigan nimadir bo'lishi shart. Misol uchun, sizda ingliz tili o'quv markazi bor. Boshqa o'quv markazlar ham siz qilgan ishni qila oladi. IELTS'ni, o'quvchilarni odzivlarini, ya'ni o'quvchilar munosabatlarini yoki bo'lmasa dars jarayonlarini barchasini ko'rsata oladi. Xo'p, uni qanday qilib kreativ qilib ko'rsatish kerak? Bu narsani siz o'zingiz o'ylab topasiz. Shuning uchun ham SMM mutaxassisining kasbi biroz boshqalardan qiyinroq sanaladi. Biz content nimaligini tushunib oldik. Endi esa uning tematik turlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bu ma'lumot beruvchi post. Ya'ni mahsulotingizni shunchaki ifoda etib berasiz yoki bo'lmasa kerakli ma'lumotlar haqida siz o'zingiz informatsiyalar to'plab auditoriyaga taqdim etasiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot beruvchi content. Misol uchun, bizning Instagramdagi postlarimizga boqing. SMM Foundation kursi haqida auditoriyamizga ma'lumot beramiz. Umumiy 20 ta mavzu, ya'ni 24 ta va 3 ta bonus mavzulardan tashkil topgan 12 ta dars va kurslarimiz onlayn, offlayn formatda olib boriladi. Kurslarga yozilish uchun deyilgan so'z bo'lishi kerak emas, ma'lumot beruvchi kontentda. Shuning uchun sotuv kontenti bilan ushbu kontentning farqi, unda kursga chorlov bo'lmaydi. Hozir sizga aytayotgan kontentim, ya'ni kurslar haqida ma'lumot berilgan kontent, bu faqatgina ma'lumot beruvchi hisoblanadi. Ikkinchi kontent turi bu interaktiv. Obunachilaringiz bilan siz to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishasiz yoki bo'lmasa siz obunachilaringizni mahsulot haqida fikri yoki biron bir mavzuga oid fikr-mulohazalarini so'rab qolasiz. Aytaylik, bu SMM kursi, marketing kursi yoki bo'lmasa kelajakda qanday kasblar rivojlanadi? Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu kontent turi ham albatta interaktiv kontent hisoblanadi. Va oxirgisi bizda sotuv kontenti. Sotuv kontenti qanday bo'ladi? Siz to'g'ridan-to'g'ri mijozlaringizga biron narsa sotishga harakat qilib ko'rasiz. O'zingizning mahsulotingizni yoki servislaringizni. Bu qanday bo'lishi kerak? Birinchi navbatda siz mahsulotni to'liq ta'riflab bergan holatda uning narxini aytib, siz o'sha mahsulotga oxirida chorlov berasiz. Ya'ni, misol uchun, sotib oling yoki bo'lmasam xarid qiling. Ko'proq ma'lumot bilish uchun qo'ng'iroq qiling. Mana shu narsalar sotuv kontenti hisoblanadi. Yana misol keltirishim mumkin. Lug'atlarni yuklab olish va SMM Foundation kursiga yozilish uchun bizning Telegram guruhimizga qo'shiling. Bu to'g'ridan-to'g'ri sotuv kontenti bo'lishi mumkin. Yoki marketing kursi oyiga shuncha miqdorda, shuncha so'm hisoblanadi. Unga yozilish uchun esa mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilishni unutmang. Mana shu turdagi kontent bu sotuv kontenti hisoblanadi. Do'stlar,
Biz sizlar bilan 3 xil turdagi kontentni ko'rib chiqdik va kontent o'zi qanday bo'lishi kerak degan savollarga javoblarimizni oldik. Yanada foydali videolar ko'rish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va darslarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Rahmat, Space Academy, zamonaviy kasblar akademiyasi.